Rossiya Ukraina urushi. Bu urush holdan toydiruvchi holda deyiladi, lekin oxirgi vaqtlarda urush Rossiyani ichkarisiga ham kirib boryapti, chegaradan ichkariga, Moskvaga, keyin yana o'sha Krasnodar o'lkalariga, neftga hujum qildi Ukraina. Hozir Rossiya Ukrainaga 3-marta Oreshnik orqali hujum qildi. Oreshnik qurol orqali. Bu katta, qiymati baland va qimmat qurol. Luhansk, o'sha yerga hujum qildi. Yo'q, ular Luganskka, Ukraina hujum qildi Luhanskka demoqchiman. Va Rossiya terrorchilikda aybladi, ikkinchi taraf teraktda aybladi. Xullas hamma bir-birini ayblash bilan va o'zining haqiqatini aytish bilan ovora. Bu urush hozirgi holatda oxirgi bir haftada qanday holatga keldi, Anvar aka? Oxirgi haftada ikki tomondan faollashish kuzatildi. Umuman olganda urush pozitsion ahvolda edi va shu joyda oxirgi haftada biroz faollashish kuzatildi. Bu Ukrainani o'sha Luganskdagi Strabelsk shahridagi kollej o'quvchilari yotoqxonasiga qilingan hujumdan. Va bu hujumda qanchadir nimalar vafot qildi, Yaradorlar bo'ldi. Yaradorlar bo'ldi. Muzey, san'at muzeyiga hujum bo'ldi. Keyin Zelenskiy bordi u yerga. Rossiya rahbari ko'rib, o'zi aytdi, qani javob harakatini tayyorlaylar dedi. Va javob harakati sifatida ularni Kiyev va Kiyev atrofiga hujumlarini aytamiz va shunda o'sha Belaya Tserkov degan shahar bor, Kiyevning yonida. Shu Belaya Tserkovdagi yana bir narsani aytishim kerak. Bu yerda harbiy obyektlarga, harbiy infratuzilmalarga hujum bo'ldi. Chunki urush qoidalari bor. Urush qoidalarida nima? Rossiya mudofaa vazirligi bu narsa bo'yicha bir necha marta ta'kidladi ham, biz mana fuqarolik tuzilmalariga hujum qilmaymiz deb. Lekin bu urushda mana bu yoqqa tushgan bomba u yoqdagi odamlarni ham o'ldirishi mumkin. Undan tashqari mana shu oxirgi haftadagi urush biror katta narsa siljish bergani yo'q. Katta natija olmadi ikki taraf ham. Katta natija bu taraf ham, ikki taraf ham katta natijaga erishgani yo'q va natijada o'sha pozitsion urush holatida turibdi. Xo'p, pozitsion urush holatida turibdi. Hozirgi holatda tugasa kim yutgan deb yoziladi tarixda. Lekin qarang, pozitsion holatda, lekin Rossiya sekin deyapman. Katta talofatlar, ikkala tarafdan ham talofat katta. Lekin talofatlar evaziga siljib boryapti. Meni fikrim shundan iboratki, ular baribir Donetsk viloyatini oxirgacha oladi. Rossiya. Rossiya. Hozir qolgan 15-20% yerini qolgan. Luganskni olib bo'lgan. Mana shu yerda oladida urush shundan keyin to'xtaydi. Urush shundan keyin to'xtaydi. Hozirgi holatda to'xtasa biz tarixda kim yutgan deb bilamiz. Hozir Rossiya o'z maqsadiga erishmagan bo'ladi. Shunda ham erishgani yo'q Rossiya maqsadiga. Rossiyani 22-yil fevraldagi maqsadlari boshqacha edi. Hozir umuman u boshqalar maqsadlarga erishgani yo'q. Xuddi Amerika Eronga kirgandagi maqsadlari bor-ku. Buni ham o'zlarida maqsadi boshqa edi. Hozirgi maqsadida. Lekin hozir Rossiya real bugungi kunni realligini baholagan holda hozir biz mana shu Donbass bilan cheklanamiz, Donbass bilan to'xtaymiz degan va'dani berishyapti. Kimdir mana bir necha opponentlarim bor, yo'q, Rossiya bu bilan to'xtamaydi dedi. Meni fikrim hozir holsizlanganligi tufayli to'xtaydi. Aslida to'xtash niyati yo'q. To'g'ri aytasiz, to'xtash niyati yo'q, lekin to'xtaydi. Bu unga kuch yig'ishga balkim 5 yil, balkim 10 yil imkoniyat beradi.